Respublika hududida huquqbuzarliklarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan qator tezkor tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, olib borilgan tezkor tadbirlardan biri davomida 1988-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan sudlangan fuqaro o'z qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmagan holda 2001-yilda tug'ilgan fuqaroning ishonchiga kirib, uni o'zi faoliyat yuritadigan texnikumga dual ta'lim tizimi asosida o'qishga kiritishni va'da qilgan. U mazkur xizmat evaziga 10 million so'm pul talab qilib, avvaldan 700 ming so'mni olgan, qolgan 900-300 ming so'mni esa kimyoviy ishlov berilgan pullar ko'rinishida qabul qilayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Vakolatingiz bormi? Nima uchun oldingiz? Bizga qila olmasiz? Qancha oldingiz? 9300. Yana qancha so'radingiz? So'ramadim boshqa so'ramadingiz. Oldin ham olmagansiz. 700 ming tashlab ketgan. Qachon? 3 kun o'tdi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.